أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sur Al-Imronning 119-oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo mu'min safga qarata bir ogohlantirish bergandi. Ya'ni sizlardan bo'lmaganlarni, boshqalarni ig'izdagi gapga qarab, o'zinglarning ichki sirlarini paylaşadigan o'rinda qo'ymanglar. Yani ular asla ve asla sizlarga yaxshilik umidi bo'lmaydi, balki sizning ziyon tortishinglar, sizning musibatga uchrashinglar uchun uzluksiz qo'ldan kelganini qiladi. Bu ularning xarakterida bizni eskartgandi. Bugun shuning davomi o'qiymiz. Oyat yana shuning davomida ketyapti. Estaizu billah ha antum ulai tuhibbunahum ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. أول قصة bir tercümesini qilib atsak qarindoshlar, mana ahvolingga qarab baqsanglar buludu degan bir şekilde eskartish va oyatning bosh ifodasida ha antum degan uyg'ur tilidagi mana qaramamizlar, qarab baqinglar degandek bir xil bizga ogohlantirish ifodasini qo'llangan. Sizlar bularni yaxshi ko'rsizlar. Qanday sabab? Chunki bular o'zimizdan ko'rinadi-ku. Bizning teri, bizning qon, ulmo tumurida eqatini xuddi bizning qon, o xuddi til ifodasiga qarasa bizning odamdeklar. Sizlar yaxshi ko'rsizlar. Amma ular sizlarni yaxshi ko'rmaydi. Sizlar butun kitoblarga ishini sizlar. Ular sizlar bilan uchrashsa, sizlar bilan birga kelsa, biz sizlar bilan billa amanna, sizlar ishongan dinga biz ishondik, biz e'tiqod jihati bir degandek ifodalar bilan sizlarni ahmoq qiladi, aldaydi. Va iza khalaw yalg'iz qolganda sizlarni o'zi ko'nglidagidek bir holatga eklanmagunga barmoqlarini tishlashidi. Qur'on ishlatgan ifoda barmoqlarini tishlashidi degan ifodasi bor. Achchiqdan minal g'ayb. Dangi Muhammad alayhisalom sizlar achchiqlardan ulunglar. Halaqi biz Uyg'ur tilida halaqi utung yerilib ketsin degan bir gap bor ya, halaqi achchiq ifodasini ifodalaydigan. Alloh qalbning ichidagini, bizat sudur, qalbning nimbaligini, nimaning o'ynayotganligini Alloh obdan biladi. Endi mu'minlar iman halovdan tetigan bu kishilar bu yo'lning hayotning asli manhaji bo'lishga tegishli ekanligini his qilgan, ishning asli masshtabi bo'lsa eng to'g'ri bo'lganligini his qilgan mu'minlar o'zining qalbining yumshoqligi va bu yo'lning qanday yo'l ekanligini bilganligi va qarindoshlari yoki millatdoshlari yoki atrofidagilarning paylaşını yaxshi ko'rganligi uchun atrofdagilarni yaxshi ko'radi. Ularni bu yo'lga kesgan deydi. Yaxshilikda o'rtoq bo'lgan deydi. Biz ko'rgan bu ne'matni, hayotdagi bu huzurni, hayotning bu manhajini ularni ko'zgan deydi. Tuhibbunahum degani shu, sizlar ularni yaxshi ko'rsan degan mu'minlar ashta qiladi. Ammo kuffarlar asla sizlarni yaxshi ko'rmaydi. Uning maqsadi mush yo'ldan sizlarni qanday qilib chiqarib sizlarni yaxshi ko'rmaydi ular. Ularning faqat sizlarga yüzleşidigan tarafi nima desa nifaqliq. Ig'izda hoy biz sizlar bir yo'lda amenna deydi. Biz sizlar mangan mush yo'lda ketyapmiz. Biz mush dinning odamlari deydi. Biz mush prinsipning yaqinlig'uvchilari deydi. Halbuki yolg'iz qog'ayada achchiqdan barmoqini qana qiladi, tishlaydi. Oyat mu'minlarning haqiqatini tushunganligini, mu'minlarninki qaranglar, tuhibbunahum va la yuhibbunakum. Sizlar ularni yaxshi ko'rasizlar degani mu'minlar o'zi tushungan bu haqiqatni boshqalarning tushunishini, o'zi ketayotgan bu yo'lning halovatini, huzurini boshqalarning o'rtaq tortishi, ya'ni o'rtaqlashishni yaxshi ko'radi mu'minlar. Yani İslam prinsipini ular açmakçı buludu, ularni bu yo'lga tortmoqchi bo'ladi, ammo kufrlar qanday qiladi? Chunki mu'minlarning xiyolida o'ziga o'xshash qarshi tarafdagilarning dunyo oxiratda qabul topib qolmasligini umid qiladi. Bu haqiqiy muhabbat. Ammo qarshi tarafdagilar bunga nisbatan qanday javob qaytaradi? Mavlaning maqsadi mu'minlarni yaxshilikka erishtirish emas. Faqat nima desa, ketayotgan yo'ldan chiqarib o'tish.
Ya özüdeki yalğızlıqni yo'q qilish, o'zing sepini ko'paytirish orqali yoki bularning ketayotgan yo'liga nisbatan ichida bir ochiq va. Agar bular haqiqiy yaxshi ko'rsa, nifoq yuzilan, ikki yuzilan mu'minlarga yuzlashmas edi. Uddul pitaydi. Chunki haqiqiy do'stlik, haqiqiy muhabbat igisi boshqalarga qarata ikki yuzlan qaramaydi, bir yuzlan qaraydi. Men mani ko'rdim do'stim, mening yo'lim ma'o do'stim, ma'o to'g'ri do'stim. Sen bu yerga kel deydi, ammo qarshi mu'minlar shu ifodada asla İslam tarixida ta hozirga qadar 200 dan boshqalarga muomala qilib boqmadi mu'minlar. Musulmon sepi 200 dan muomala qilib boqmadi. Maydoni nihoyat aniq oshkora. Biz musulmon, bu yo'l dunyo oxiratning saodati. Bu hayotning asli to'g'ri prinsipi bu. Buningga kelinglar deb da'vat qildiki, mayli kuchaysin, ojizlashsin, yolg'iz qolsin va yoki boshqa ahvollarda. Ammo qarshi taraf qanday qiladi desanglar, qarshi taraf o'zining maydonining haqiqiy saodat maydoni ekanligini oshkora o'tirg'ib qo'yolmaydi. Bu bir Üzünün ketayotgan yo'lning to'g'ri ekanligini oshkor deb boshqalarni o'zining qayerga chaqirolmaydi. Bu ishki faqat qanday qiladi? Nifoq yuzi bilan. Va bisillan billah. Bekasa yolg'iz kelgan vaqtda bu go'ylini hajab qanaqlanmadik, tatamadik yoki hajab buni o'zining ketayotgan yo'ldan qanaqlanmadik, yo'q qilib o'tamadik. Bu noktada hasratdan o'zining barmog'ini qanaqaladi tishlaydi. Ya'ni mu'minlarning bir yuzi ve karşı tarafınki bu din yolda mangan Müslümanların bu yolun sahiplerinden bir yüz olsa karşı tarafının 200 var. Müminlerin kaşık kege vakti başka, başkanın kaşık kege vakti. Yani yalğız kağa vakti başka. Bu nimodesi olanın hakiki mehir muhini. Olanın kalbide hakiki muhabbet yokluğunu ifade. Şun Kur'an'da vatıdı, silah olan yakşı görür silah. Şun aşk ulağa hakiki yüzünla olan, emeli, ras yüzünla olan muamele kılısılar. Rast yapınlarını deysizler, rast yolunlarını çağırırsın. Ama ular sizlerini yaxşı görmeydi ki, iki xil yüzüyle muamele kılıyordu. Kaçanlar kes başka, yalnız kalsa başka. Yani bu yerdeki yeni bir dikkatimizin dağıtkan nokta kırındaşlar. Müslümanların her daim amenna bir ifadesi. Avlanın Müslümanların kaşığa gelip, oy biz sizden billah bir yolda biz sizlere okşaş iman ettik biz mi digelligini uzun imo dese Müslümanlar aciz olsun, güçlük olsun mevqası, qattiq mevqa, muqim meydanı var. Dünya yarışarada tek bir Müslüman qalğan taqdirda şu Müslüman özünki men Müslüman la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın sahibi men degan noktada muqim tura oladiganligi. Boshqalarcha o'zgaradiganligini ifodalab turadi oyatdagi. Endi bu arqılık Müslümanların ko'nglidagi ba'zi taraflarni yumshatmoqchi bo'lishdi. Musulmonlarning qashqa kelib voy biz sizlar billah, voy amanna degandagi musulmonlar bularga nisbatan aniq bir xil qanaqli demdi, biroz yumshay demdi. Bu arqılık yo'llaridan u yerdan bu yerdan musulmonlarni u yoqqa bu yoqqa tortish, bularning ichiga fitna so'qish, ularni özünün ideyasida qanaq qilish, tarvitish qatorliq usullarni qo'llanishdan qilayotgan ahvollar. Ammo musulmonlarni Alloh subhanahu va taolo buni nisbatan oyatda qanaq qilyapti? Ogohlantirib deyapti. Uning ikki yuzi bor. Buningga diqqat qilinglar. Qashangdagi yuzga aldanmanglar. Yolg'iz qolgan vaqtdagi ahvoli bu. Yolg'iz qolgan vaqtda achchig'idan barmoqni tishlaydi deydi. Achchig'idan barmoq. Bu yerdagi Alloh oyatda qo'llangan ifoda qarindoshlar. Barmoq tishlash ifodasi-chi. Barmoq tishlash ifodasi balkim har millatda o'xshash ifoda bo'lishi mumkin. Ya'ni bir odam ichki his tuyg'usidagi azobni yushirolmagan vaqtida o'zining nimasini tishlaydi? Barmoqini tishlaydi, qo'lni tishlaydi. Bu bizda normal ba ifoda. Endi bular bu qadar ichki his tuyg'usidagi, ichki dunyosidagi achchig'ini yushirolmagan darajada açıklandı, gazaplandı deyilse, bulardaki bu gazap, bu açık nereden geldi? Nima uchun bu kadar açıklandı bular? Dese, çünkü bular bu sepning, yani mu'min sepining, musulmon sepining kishilarini bir qil buyan tarbiyalanmaganligidan açık var. Bularning ko'ziga musulmonlar qaloq ko'rinadi. Her zaman ashta o'qimagandek ko'rinadi. Tefekkür bir xil yepiqdek ko'rinadi. O'zicha voy nadan, voy qalaq deb ko'zga ilmaydi va tashviqotni shu shaklda tashviqot qilishidi. O'zlarining mingayotgan yo'llarini o qadar zinnatlaydi. O qadar zinnatlaydi. O'zlarining ketayotgan yo'llarini o qadar parlaq ekanligini tasvirlaydi.
Şunçilik çaqırdı, şunçilik japat atıdı, amma müminler qilchilik termeydi. Bunundan bular hayran qaladı, açıqlanıdı ki, nimde bu adamlar? Bu aqmas adamlar, bu bilimsiz, bu nadallar nimde bu yoldan mayaqa azraq ötmeydi. Nima uchun bular azlamay kündün kunga qana qiladi, ko'paydi. Hatto ba'zida o'zining sepidagi odamlarning bu tarafga o'tib ketganligini ko'rsa, an taxim ishidagi bir achchiq necha bo'ladi, 2 bo'ladi-da. Chunki mu'minlarningki har doimo sap tutgan pozitsiyasi, samimiy tutgan pozitsiyasi, bu yo'ldagi rostchilligi ve bu yo'lga boshqalarni haqiqiy ravishda chaqirishi, boshqalarni qandaqdir, mana bir nuqta bor, qarindoshlar diqqat qilinglar. Mu'min boshqalarni o'zining sepiga chaqirgan vaqtida mush sepni haqiqiy paylashish uchun chaqiradi. Kel, hamma narsang o'rtaq. Ya'ni bu yerda biz tangni bani tangurimiz. Bu yo'l sening yo'lingdir deydi. Ammo boshqalar chaqirgan vaqtda o'zining qishiga chaqirsimi hatto tam maqsadi o'zining qishiga chaqirib, o'zi ketayotgan yo'lda o'rtaq paylashish emas, balki ketayotganlarning mu'min sepini tarbiya etish. Masalan, ishni chiqarasizlar bo'ladi. Manda bir farq bor. Mu'minlar zot o'zining qishiga haqiqiy tortmoqchi bo'ladi. Mu'minlardan boshqalar o'zining qishiga tam tortishmoq istamas. Faqat osh sepdan chiqib ketsalar bo'ldi. Maqsadiga yetadi. Bu nuqtada samimiyat masalasida alohida zo'r farq bor. Pek cho'ng farq bor. Bu noktadan mu'minlarning samimiyligi, bu yo'lning haq ekanligi, bu yo'lning to'g'ri ekanligi asta boshqalarga ta'sir qiladi. Har qancha uning ko'ziga sapasiz ko'rinsin, nodon ko'rinsin, jaholatday ko'rinsin, yoki shuna tasvirlansin, ammo bu yerdagi bir samimiyat, bu yo'lning haqligi, bu yo'lning to'g'riligi boshqalarga ta'sir qiladi. Bu ta'sir oshunchalar kuchayotgan odamlarning septig'imi ta'sir qiladi. Şunu bilan bular o'zi asli maqsad qilgan nishonining tam aksiga uchrashadi. Aksiz javobni oladi. Aslida bular mu'minlarning qashqa kelganda voy biz degan iymon aytiqliq, biz degan bu yo'lning odamlari, biz bir tira, bir qon biz, bizning suyimiz bir, irqimiz bir masalan. Voy bizlar bilan billa maqsad nima edi? Musulmonlarning ichiga sizib kirib, ichidan sesmoqchi, yoki ichida o'zining pasadligini taratmoqchi ya. Bu aralıqda tam bularning maqsadining aksi yuz beradi-ki, bularning sepidagilar Rasululloh musulmonlarning sepida o'tib ketib qoladi. Bular asli yana buzg'ili kirib, tuzilib qoldigan ahvollar bo'ladi. Dal mushiyada bularning bog' ichidagi achchiqi hassilab qatilinadi. An teshig'i portlab boshqa yerda qilamiz, yolg'iz yerda o'zining barmoqini tishlaydi shu vaqtda. Ey, bugular deydigan manda bir ahvol. Ham inson o'zining achchiqining ba'zi o'lchisiga aylanib ketadi-ku. Ya'ni mu'min ko'p hollarda Qur'onning ta'limoti bilan o'zining raqiblariga qanday muomala qiladi qarindoshlar desa, o'zining raqiblariga yaxshilik muomalasi qiladi mu'min. Qur'onning ta'limoti bu. Sening raqibing, sening dushmaning sana bir zarar yetkazsa yoki bir yomonlik qilsa, Qur'onning ta'limoti shuki, bunga yaxshilik qil. Buning javobini yaxshilik bilan ber. Mu'min dal mush shaklda muomala qiladi. Dal mush ahvolmi qarshi tarafning achchiqni, qanaqatadigan, g'azabini eshiradigan, tashtiradigan bir ahvol. Islom ta'limoti bu. Azaldan biz o'rganib kelgan islom yaxshilik qilganga oshib yaxshilik qilish, yomonlik qilganga ham yaxshilik qilish. Hatto bir asardan birisi bor. Abdullah ibn Mas'udning gapi deb rivoyat qilinadi. Buning mazmuni nima desa, boshqalar bizga yomonlik qilish orqali gunoh ishlaydi deydi. Alloh qasi bo'ladi. Ammo biz bizga yomonlik qilish orqali gunohkor bo'ladi. Biz uningga yomonlik qilsak, o'xshash gunohkor bo'lgan bo'lamiz. Balki uningga yaxshilik qilish orqali biz savob tepishimiz kerak, Allohga itoat qilishimiz kerak. Biz xalq bilan o'xshash o'rinda qolsak bo'lmaydi. Bu bir aqliy so'z. Abdullah ibn Mas'ud agar buni degan bo'lsa, bundan boshqa Qur'on hadislarininki bu vaqtdagi ta'limoti yetib boshidi. Ya'ni demak musulmonlar avvalo musulmonlarga o qadar o'chmanlik qilib, fursat topaslam yomonlik qilsa-mi, ularga yaxshilik qiladi. Bu ahvol bularning achchiqini texmo ziyoda qiladigan ahvollar bor. Tarixdagi sahobalardan tortib undan keyingi ilgirki musulmonlarning hammasi
bu şekilde muamele qilib kelgan. Çünkü ularning iymoni mustahkam iymon. Ular o'zlarini kontrol qila oladi boshqalarningki loyiq olmagan muomalasining oldida kontrol qiladi. Çünkü ularning qalbidagi iymon, ular o'rgangan islom ta'limoti ularni shunday qilishga buyuruydi. İslamның düşmanları, İslamның raqiblari musulmonlarga yomon muomala qilib, ularga bayatın deganimizdek suiqasd qilib, yomon yo'llarga boshqacha orqali Allohga asi yo'g'an bo'lsa, musulmonlar tam Allohga itoat qilish, savob tepish uchun bularga yaxshilik qiladi. İslamның düşmanları o'zlarining nishonining amalga oshmaganini bu shaklda ko'rgan vaqtida biz bayatın degandek achchiqning ichiga mubtalo bo'ladi. Bu achchig'ini yushirolmaydi. Yani başkalarının aldığı tabii aşkarlanmaydı ama yeni şunda olsun içindeki açık içine teşip patlap sırtığı çıkıp yuşuramay ahir barmağına kanaqıp qaladı, çislep qaladı. O tarihteki umumi ahvallara qarasak biz körüp alalayımız bunu. Şimdi insan oldu olsun insanın içki dünyasındaki özgürlük insanın sırtıda ançı-munça özünün təsirini görüstüdü. Mesela bir açıqlık gibi noktatımız ya. Tabii bir adamın tatlıq kelib xoşalıb qalsıma onun çıraydan çıxıdı, sırtıda ifadesi görülüdü. Açıq kelib qalsıma sırtıda aşı açıqqa egişib kelgan bir hareketler görülüdü. Mesela o gazaplanıdı, hayacanlanıdı mesela. Bu insanın normal qanaqılısı tabiiydi. Ama bu normal insanın tabiiydi. Ama insanların içinde bazısı özünün içki tuygusunu bək sırtığa aşkarlamaydıgan, bunu kontrol qılalaydıgan, bunun üstün galip kilelaydıganlığa. Bu xil kişilerini biz deyimiz gep qınması, helim dep süpetleyimiz. Bu xil kişiler ahırda bir partlaydıgan vaqt oludu. Çünkü bunda xil neme kişilerininki bek açıklanmaydıgan kişilerininki açıkıdan qo'rqash kerak. Ama normal insanda bir xil içki dünyasının his duygusu çokum tabii holatda o'rtaga chiqib, şunun keyniga ergashmish shaklda bir ish paydo bo'ladi endi. G'azablangan bo'lsa, g'azabning ta'siri o'rtaga chiqadi. Hatta başkalarını urup saladı, tillap saladı, itiledi, ucum kılıdı mesela. Ama Kur'an ne deydi desene? Kur'an insanına açıklanma demeydi o. Hayacanlanma demeydi o. İçki dünya yanında fakat hiç kanday hareket, hiç kanday bir iş boğmusu. Bu insanın tabiiydi bu. İslam bunun ra'ayı kılıdı. Çünkü insanın insan hikayelikini İslam'dan biliyordu. İslam'ın şu güçsü olan Allah yaratkan emez mi insanı? Ama Müslümandın nemin talep kılıdımış da hayacanlanan vakitte. İçki dünyası da üzünü tutup olan muğdek bir ahval yüz bergen vaxtıda nim buluşunu taqaza qılı dese tamam hareketlen. İçki dünyanın kendinden man tamam o sırtını ifadelensin lekin güzel şekilde olsun. Pakil şekilde olsun. Man lekin pakil şekilde olsun. Dep gelip mesela bunun ifadesi Surah Ali İmran'ın ki 134. ayette aldığımızda okuyumuz. Mümin nispetle Kur'an'ın deydi vel kâzimînel gâyiz vel âfîne alen-nâs. Üzünün açıqını yuşuralaydıgan, yutulaydıgan, kişilerini qana qıldıgan, əpi qılıdıgan. Yani Kur'an itiraf qılıvatıdı. İnsanın açıq kılıdı. İnsan gazaplanıdı. İnsanını gazaplandırdıgan işler buludu. Allah insandan gazaplanma deməvatıdı. Çünkü insanın gazapleniş insanın qo'lidagi ish emas. Ama nim buludu dese tamam sen bir insan gazaplanırsa, ishga tuyg'ularing va hayajonlansa, mush ishlarning hammasi güzel şekilde olsun. Sen bunu kontrol qil deyapti. Bir yo'lga akir deyapti. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında bununla nispeten güzel örnekler var. Mesela Resulullah'ın oğlu İbrahim ölüp ketgan vaqtda, vafot olgan vaqtda Resulullah nima degandi? Ko'z yosh to'kidi. Qalb bir aram bo'ladi, ammo Rabbimiz rozi bo'lgandan boshqa gapni qilmaymiz. İbrahim, biz senden ayrılganga intayin nima? Bir aram biz dedi. Yani Resulullah bu yerde hissiyat bilen imanın oturunu arlaştırdı. Köz hissiyatını ifadeleydi. Kalbinin bir aram boğunu insandaki hissiyatını ifadeleydi. Ama insan degen o an üzbegen vakalikla gaz kaçamaz ki, butemez ki insan. Hayacanlanıdı. Onun bir ya yaxşı, ya yaman, ya hoşallık, ya gam kaygı bir ifadesi buludu. Lekin güzel bir şekilde ifadelensin. Başkalarına zarar yetkizgidek ifadelenmesin. İnsanın hayatını buzgudek derece ifadelenmesin. Şuna başka mesela Kur'an mümin nisbetliğe vakti ama da iki xil hissiyatla nisbetleydi. Müminlerini azilletin alel müminin
a'izzatin alal kafirin davatıdı. Hem insan da yani mümin muadette davamlıq bir xil başqalarının aldida biçarlik xarakteri onun bekitib etilmegen. Yoki davamlıq o'zini yo'g'on tutadigan, g'olib bir shaklda, mag'rur bir shakl o shakldan bekitib etilmegen. Lekin ahvolga qarab turib o'zgaradi inson. O'zining mu'min qarindoshlarini ko'rgan vaqtda kamtar. Men sening xizmatching qarindishim. Uning oldida nayti muloyim, ammo dushmanlarini ko'rgan vaqtda shirk gibi, ya'ni g'olib İzzetlik, şereflik, uzun şerefini qoğduğan ma şekilde Muhammedun Resulullah sure Fethi'nin ayeti Muhammedun Resulullah vellezine ma'ahu eşiddeu alel kuffar ruhama'u beynahum tarahum ruk'an suceden yeftaquna fadla minal ve radvana. Yani müminni Kur'an muşu bir şekilde qanday qiladi? Yani insandaki rahmet, mehribanlık insanın içki dünyasına bekitib etilgan, o'zgarmaydigan micaz emas. Yoki davomli boshqalarga qattiq tegish, davomli boshqalardan etishish, bu mu insonning lekin ahvolga qarab o'zgaradi. Dal Qur'on mushu doqtida mu'minlarni ahvolga qarab o'zgarsin, lekin bir pokiz shaklda, sistemli shaklda o'zini tutib olgan bir shaklda qanday qilsin, o'zgarsin, bir shaklda hayajonlansin. Masalan, bayatni o'qigan bir oyatim bor. Val kadiminal g'ayz açıqni yutib o'tadi. Bir o'lcham inson quyilgan vaqt, hayajonlangan vaqtdiki. Wala afinalin nas kishilarni afu qiladi. Bir o'lcham. Ondan keyin bu yerdan o'tib, agar sen buningga bulanmasang, zada yututanmasang, fa in aqabtum faaqibu bimisli ma uqibtum. Jazolash masalasi, boshqalar sana bir zulm qildi, haqqingni olib oldi masalan. Sen onun kuching yetidi. Nima deydi? Açıqni yutib et. Yoki bir oyatda nima deydi? Jazola olsang layık cazala. Faaqibu bimisli ma uqibtum bi. Sana qancha qilgan bo'lsa, sen shunchalik qil, undan qanday qilib oshirib etma. Nimishqa bu xil shaklda, mush shaklda bir jazolash, boshqalarning haqqini elish, boshqalarga buzak olmaslik, üzgü zulm qilganlarga zulmni qaytarib berish bo'lmasa, mu'minlarning ustiga dastlab mangadi boshqalar. Musulmonlarni izidi boshqalar. Shu bu shaklda bo'lish kerak. Ama onundan yeni bir derece yüksek örülütüp neydi? Ve la in sabartum lehu ve hayrul lisabirin. Sabır qilib, chidab ketsanlar, meyli devessanlar, bu chidab ketganlarga, sabr qilganlarga yaxshi. Yani bu hammasi Qur'oni Karimninki, Allohninki mu'minlarga qo'yib bergan qanaq boshqalar bilan muomala qilgan vaqtdagi manhajlari. O'tib, bo'ldi qilyot, o'tib. Agar bek bo'lmagan taqdirda sana qanchalik qilgan bo'lsa, shunchalik jazola, shunchalik adabini ba. Eshirvatma, tajovuz qilma demakchi. Ammo yine shuningni qo'lan turib qana qilasan, o'tibsan, bu eng go'zal. Qur'on mu'minni bu shaklda tarbiyalaydi. Mu'minni bu darajada darajaga tezadi. Ma birinchi daraja, ikkinchi daraja, uchinchi daraja. Ya'ni o'tib etganlar, kuchi yetadigan turib, boshqalarni qanchalik qilib ketsa, uni sabr qilib o'tib ketganlar eng yuksak nada darajada. Oxirida Alloh subhanahu va taolo ashta yuksak darajaga erishganlarni nima deydi? Vallohu yuhibbul muhsinin. Vallohu yuhibbul muhsinin. Qarama darajalarga. Açıqni yutib o'tish birinchi daraja, afu qilib o'tish ikkinchi daraja, afu qilib o'tish ikkinchi. Uchinchi daraja nima bo'lsa, açıqni yutib o'tish, afu qilib o'tishni o'tab, sana eskilik qilganlarga yaxshilik qilish. Bu uchinchi daraja, eng yuqori darajaki vallohu yuhibbul muhsinin. Demak, İslamning insonga bergan tarbiyasi, mu'minga bergan tarbiyasi bu. İslam aslan insonningki ichki tuyg'ularini butunlay ko'zini saqit qilgan emas. Ichki tuyg'usiga hurmat qiladi. Ammo ash ichki tuyg'usining sirtqa chiqqan ifodasini nimaga soladi? Redga soladi. Salalig'incha, ya'ni insonning shu vaqtdagi ahvoliga qarab turib, apu qilasan, apu qil. Kechirsang, kechirgin masalan. Yutib o'tgin. Bo'lmay qolib qolsa, jazolasan, sana yetkinchilik jazola. Ya'ni boshqalar sana ashta tajovuz qilsa, eskilik qilsa, sen uning sana yetkizgan shaklda jazosini ber. Ammo uningdan o'tib, yutib o'tib, apu qilib o'tib, uningdan o'tib yaxshilik qilsang, bu eng yuksak bir daraja. Eng yuksak bir daraja degan shaklda musulmonlarni, mu'minlarni tarbiyalab, mashta bir shaklga qanday qilyotdi? Ekilyotdi, yuqori bir shaklga.
Ameliyatda biz necha qitimliq darsimizda o'tdik. Bir odamninki boshqalar tarafidan zulm qilingan holati Allohga eng yaqin bo'lgan holati. Buna deganlik zulm qilin demakchi emas, lekin bu qilishning o'zi eng go'zal axloq. Qarshi taraf bir insonga zulm qilg'uchi o'zi bilib bilmay, o'zi zulm qilgan kishini o'zining yuqori o'ringa chiqib qo'yadi. Biz ilgirki darsimiz degan ismda bir misol olsak, bir dada ikki o'g'lining urushqinni ko'rsa, ikki bolasininki, cho'ng o'g'li kichik o'g'lini masalan uni zaxmlandirsa, dadaning qalbi shu hamon kim tarafiga yutadi? Zulm qilingan, buzaq qilingan tarafiga yutadi. Alloh subhanahu va taologa hech narsa o'xshamaydi, Allohning misli yo'q. Biz faqat masalani yaqinlashtirish uchun misol keltiryapmiz. Valillahil masalul a'la. Alloh subhanahu va taolo mazlum bandlardan biladi. Zulm qilg'ich o'zi bilib bilmay mazlumni Allohga yaqinlashtirib qo'ydi. Darajada o'zini ustun qo'ydi. Bir zahidlardan birisidan bir savol so'ralgan. San yomonlik qilgan odamga yaxshilik qilamsa desa, tabiiy deganki, Allohni mening tarafimga olib qo'ygan. Ya'ni meni Alloh bilan bir bo'lishga, birga bo'lishga vasila bo'lgan odamga yaxshilik qilmamdim ajaba. Ya'ni boshqalarga zulm qilish, askilik qilish orqali mazlum Allohga qanday qiladi? Yiqilishdi. Endi oyatdagi kuffarlarninki mu'minlardan g'azablanish ahvoliga qarasak, chunki mu'minlar biz yuqorida deyilgan shaklda islomning ta'lim tarbiyasi shaklida boshqalarga ihson qilish, o'tib o'tish, hatto yomonlik qilsa-mu yaxshilik qilish asosida tarbiyalangan va shu shaklda muomala qiladigan bo'lg'achqa bu ahvol, mu'minlarning bu ahvoli qarshi tarafni texmo g'azablanadigan, achchiq o'tadigan bir holatga kelib qo'ydi. Chunki biz hayotda yashayotimiz qarindoshlar, birovga eskilik qildi deyli, zulm qildi deyli. Ikkinchi taraf qarshi tarafga tang tepki bersa, tang inkas bildirib raddiya qaytarsa, masala tabiiy davomlashgan bo'ladi. A B'ga zulm qiladi, eskilik qiladi, B uning eskilik bilan javob qaytaradi. Bu shaklda davom qilib, hamma narsa normal davom qiladi. Demakchi o'g'lim shuki, ya'ni bu yerda ikki taraf bir-birisiga hujum bir shaklda davom qiladi. Ammo masalani realistan chiqarib, qarshi tarafni passiv holatga cho'kizib qo'yadigan bir ahvol. U o'simi sana dushmaning eskilik qildi, yomonlik qildi, ammo sen uning yomonligiga qarata yaxshilik bilan tepki berding, yaxshilik bilan inkas qaytarding. Bu atrofdagilarga beradigan tuyg'usi, hatto atrofdagilarni qo'yib turaylik, shu qarshi tarafning o'ziga beradigan tuyg'usimi uning ichini achchiq qilishdan boshqa narsa emas. Chunki u asli kutayotgan boshqa bir inkas bor. Başqa bir tepki asli qarshi taraf yomonlik qilgan ekan, qarshi taraf cho'qqin menga buni javob qaytarib qarasa, uningdan o'zi qilgandan boshqa bir shaklda o'zi eskilik qilyotdi, qarshi taraf yaxshilik qilyotdi. Ya'ni xuddi bu yerda uningga nisbatan yaxshi yomonlik ikki o'rin, oliy tuvallik, bir past o'rin va oliy o'rin tuyg'usini beradi. Chunki o'zi yomonlik qildi, qarshi taraf yaxshilik qildi. Yaxshilik qilgandan menga yuqori o'rinda. Mana bu qarshi tarafning ichini eng ochiq qiladigan narsa. Bu yerda oyatda qarshi taraf mu'minlardan g'azablanib, yolg'iz qolgan vaqtda ochiqdan barmoqini tishlaydi deb bir ifoda qo'llandi Qur'on. Yolg'iz qolgan degan qanaqdir bir odam o'yinini chekib yolg'iz qolgan masala emas. Ya'ni o'z jamiyati, o'z to'plumi, o'z muhiti qolganda. Dedik-ku, bu bir ikki yo'lning o'tirishga kurash masalasi. Bizning qishimizga kelgan vaqtida, mu'min to'pining, mu'min sepiga kelgan vaqtida o'zini yana bir yuz bilan, ya'ni nifoq yuz bilan ko'rsatib, men sizlar bilan billah, biz sizlar bilan billah, voy men deganman musulmon, men deganman mu'min degan shaklda ko'rsatib, ularning ichiga singishib kirib, o qadar tirishib, ammo natijaga erishamagandan keyin o'zining jamiyatiga ko'rib, yana mu'minlar yo'q yerda. Qarshi tarafga deb qaraganlar anlamaydigan, ko'maydigan o'zining bir tarafdorlari va eshak verib erishgan natijasidan va mag'lubiyatidan o qadar ichi echishidiki, ichidagi his tuyg'u sirtqa portlab chiqadi. Ya'ni barmoqini ishlaydi. Endi bularning bu qadar tafakkuri, o kadar aptal bir tefekkürü ki,
O kadar bir ahmaklarca tefekkür ki düşenmedi bula, oylamadı bula. Müminlerinin bir Rabbinin bağlılığını oylamadı. Gerçi bula biz hazır öz ara, özümüzden sorullarda bizning bu ahvolimizni bilmaydi deyish mumkin. Halbuki Allah müminlerge özünün Kur'an'da bunu deb berdi bizga. A kishilarning ahvolimanda, a kishilar deprivatdi bizga. Biz bilan ichki ahvolidan bizni xabar qilyotdi. Ammo ular bu rasvochilikni asla kallasiga keltirmaydi. Bularning bu ahvoli bizga qo'rqoq, qo'rqinchoq odamlarning psixikasini qana qiladi, asiltadi va buning o'rtaga chiqib qolganligi bularni texmo ishini ochiq qiladi. Qur'on bularga texim raddiya berib, texim bularning ishini echitib nima deydi? Qul mutu bi g'ayzikum. Da'i Muhammed Aleyhisselam sizlar shu ochiqlarni o'linglar. Bizlarga Uyg'urcha lazivasinglar deb bir gap bayalaqa boshqalarga ig'ir qattiq tegadigan, ya'ni ochiqdan o'ti yerilib, o'lib ketsin deydigan bir ifodalarimiz bor. Shunga o'xshash ifoda. Biz bularga shuni deymiz endi. Qarasanglar mu'minlar sepi, sizlar shunda ebga kuruslar bu insonlarni. Nodon kuruslar, qaloq kuruslar. O'zinglarni o qadar madaniyatlik, o qadar o'qigan, o qadar bilimlik kuruslar. Lekin qarasanglar ikki sepning ahvoli nihoyat aniq. Bu uzluksiz kuchib mangan. Bunun ichiga har qancha singishib kirib, o'zinglarning chopinini har qancha almashtirib, o'zinglarning niqobini har qancha almashtirib, boshqa yuzlan kirib, "Voy, men sizlar bilan billa, biz sizlar bilan billa, men musabning bir adami" deb turib, o qadar singishib tirishchilik ko'rsatsanglarmi, sizlar qilalganinglar sizlarning sepinglardan bu yoqqa o'tdi. Bu sep kuchaydiki, ojizlashmadi. Ve bundan keyin shunda bo'ladi. Qanchalik ochiqdan o'lsanglar o'linglar. Endi mushada yine diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor qarindoshlar. Qur'onda inson qilolmaydigan bir ishga insonni buyursa, masalan, bu yerda mutu o'langlar dedi-ku. İnsan o'zi o'ladigan ixtiyor yo'q insonda. İnsan o'lay deb o'lanmaydi, tirilay deb tirilanmaydi. Buning ma'nosi nima desanglar, o'lgucha mashta yaşaysizlar degan gap. Qur'ondagi mushkil ifodalarning ma'nosi o'lguchi mashta, ya'ni bularning ichi ochiq qilish putilib ketgan. Bu jazosi bularningki bu. Ya'ni bular biz Qur'ondagi oyatdan shuni olimizki, bu o'lgucha hayotida ochiq yutiblan o'tib ketadi. Bu bizga nisbatan bir tasalli, bizga nisbatan bir bishorat. Ularning ichki ahvolini bizga depirvatadi. Shunga aramizdagi boshqalarga mabtun bo'lgan qarindoshlarimiz bor. Ularga havas qilgan qarindoshlarimiz bor boshqalarning yo'liga. Xuddi o'zimizning yo'liga tushib yilinadigan qarindoshlarimiz bor. Qo'shnining qo'sh ko'rinibdi degandekchi, Qur'on bu orqali bizni davatadi. Ularning ichki dunyosi ma'vo, ular hayotining oxirigacha o'sha ochiq yutib o'ladi. Bunu sen bilemezsen memnun oldu Allah Subhanahu wa Taala. Çünkü ayetinin ahirinde innallaha alimun bi zati sudur. Kalp ne? Allah bilir silemez. Ularning tashqi ko'rinishiga qaramanglar. Ularning o kadar o'zini aktiv halda ko'z tushiga qaramanglar. Intayin pasib qoldi ular. O'zlarini xushal ko'rsatganga qaramanglar. Ular ochiqdan yerilib, barmoqlarini tishlab uzutay deb qoldi ular. Va ularning kelgusiga qarta qilgan mevhum planları ya ki sizlerge nispeten ruhunlarını tutuş için davatkan bazı gaplarga qaramanglar. Çünkü bularga bu kadar açık yutuş, ölgenge kadar pütüvetirini bularning gadinge qalbtikini Allah biladi, ichki dunyosi bu kadar sizlar o'zinglarni o kadar pastga qanaqamanglar tushunmanglar. İlgirki oyatda bir biz bilan o'qigandik. Ularning eg'izdan chiqayotgan gapidlarmi qo'g'ildi ba'zi masalalarni, ammo va ma tukhfi suduruhum akbar. Ularning qalbida yushirayotganlari texmi buyuk deb Allah Subhanahu va taolo ma oyatda ularning qalbidagi ba'zi ishlarni bizga deb berdi. Alhamdulillah, Allah agar bizni bu qadar xotirjam qilmagan bo'lsa, balkim biz bu qadar xotirjam bo'lanmasdik. Ölümümüzün yolunda mustahkem duramaz ama Allah Subhanahu wa Taala bizge rahmet qilish yo'sidan düşmanlarimizning ichki ahvolini bizge Qur'oni Karimda bir jahannam aynak gibi ko'z tupurvatadi. Ya'ni insonlar o'zaro birisining ichki ahvolini bilish uchun o kadar istixborotlarga tayinadi. Casuslarga tayinadi. Ama bizning hojatimiz yo'q uning nisbatan. Chunki Qur'on bizge meli Yahudi düşmanlarimiz olsun, Hristiyan düşmanlarimiz olsun yoki o'zimizdek ko'rinadigan
Qaranglar mı bir nokta var. Özümüzdek görünüdügan, biz gibi görünüdügan. Oy sen bilen men degan bir qondosh, sen bilen tumurungni eqiyotgan qam, mening tumurumni eqiyotgan, alhamdulillah men bu musulmon, men bu sening millatingdan deydigan dushmanlar bo'lib qolgan taqdirda hatto ularning ichki ahvolini bizga aynan shaklda tasvirlab turadi Qur'oni Karimda. Alloh subhanahu va taolo bizni bu yo'ldan adashtirmasin. Düşmanlarninki har xil hini neyranglarga aldang'ili nisb qilmasin. Har zaman düşmanlarimizga o'yg'oq, to'g'ri nisb qilsin va bu yo'lda mustahkam qilsin. Bugungi darsimiz vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Inshaalloh kelasi soatlik darsgacha hammani Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.